Çöçek Ulay bilan Qağa. Kunlarning birida Ulay bilan Qağa chelishmoqchi bo'pti. Kim yiqsa, yiqitquchi yiqilg'uchini yeyishni to'xtam qilishibdi. Shuning bilan bu ikki jonivor yatti kech kunduz chelishib, oxir Qağa Ulayni yiqitib, uni yeyishga tamshalganda Ulay o'rnidan turib: "Ey Qağa, sen bo'lsang uchar jonivorlar ichida eng sat, pozgina bir narsa. Shuning uchun qayerdan bo'lsin suv tepib, tumshuqingni pokizlab kelib meni yeygin." Tapdi. Qağa 41 kech kunduz suv istab, cho'l jaziralarda nihoyat ko'p avora bo'lib, oxirida suybar bir quduqni tepibdi. Lekin uning ichiga tushay desa, keyin qaytib chiqish qiyin. Tushmay desa, boshqa bir yerda suv yo'q. Hech bir iloj qilolmay quduqdagi suvga qarab: "Quduq adash, bersang suv, yay tumshuq, Ulayni yeb, bo'lay semiz, uchay egiz." Tapdi. Quduq miqida kulib qo'yib: "Men bu suvni g'ayrib musafir, o'tgan kechgan karvonlar uchun saqlab qo'yganman. Sening bu quruq gapingga suv chiqarib berolmayman. Agarchi xohlasang, ko'zi tepib kelib sol. Uningdan keyin ixtiyoringcha suv beray." Tapdi. Qag'ining beshig'i cho'ng ham tushib, enigini tutib uzun o'tiribdi. Bu cho'llikda suv tatquda qoch tepishga ko'zi yetmay, bir necha kun yo'l yuribdi. Bir yeziga kelib, bir axlatxonaga qarasa, bir buchoq ko'zi turg'idek. Qağa: "Ko'zi adash, bo'lsang butun, tartay suv, yay tumshuq, Ulayni yeb, bo'lay semiz, uchay egiz." deb yolvorgan ekan, buchoq ko'za o'rnidan tikkida turib: "Men supurindi xonda tursam, ko'zingga ilmoy yarqismi gap qilaverma. Meni egilarim nurg'un ajr qilib, tog'dan seg'iz to'p akilib, xumdonga selib pishirib ko'z yasaydi. Ondan keyin suv tortidi" debdi. Qağa ular tirilishiga qaramasdan izdan bir seg'izlikni tepib, tizlanib o'ltirib, seg'iz to'piga qarab: "Seg'iz adash, bersang seg'iz, etay ko'za, tartay suv, yuyay tumshuq, Ulayni yeb, bo'lay semiz, uchay egiz" debdi. Seg'iz chiroyini ancha oshmasdan Qag'iga qarab mundoq debdi: "Men bo'lsam uzun yillardan beri mush yerda saqlanib yotdim. Atrofimda yashayotgan nurg'un kishilar peshonlaridan ter oqqizib, meni qo'llab ilib, nurg'un mehnat bilan ko'z yasab ishlatib keldi. Sening bunda quruq so'zlaringga chiqib ko'z yoslab bermayman. Xohlasang, sen bu xalqlarga o'xshash kiyik mingiz tepib kelib, ajr qilib ilib ketsang mayli." Qag'ining beshig'i yana ham tushibdi. Yaltiyib qolay desa, Ulayning go'shi tatliq. Mayli deb o'yin yo'lga ravon bo'pti. Necha kun yo'l yurib, tog'ning bir kameridan ikki bolasi bor bir kiyikni tepibdi. Uningga qarab: "Kiyik adash, bersang mingiz, cho'qchilay seg'iz, etay ko'za, tartay suv, yuyay tumshuq, Ulayni yeb, bo'lay semiz, uchay egiz" debdan ko'ziga mullada yosh ilib, kiyik yonida yotgan bolasini ko'rsatib: "Bana mush yerda yashag'ili uzun yillar bo'ldi. Nurg'un alakchilik bilan tirikchilik qilyapman. Mushu ushoq bolalarimni yiroq yerlarda o'chib akilib boqaman. Mungizim bo'lsa, yovvoyi yirtqichlardan saqlanish uchun kerak bo'ladi. Sening munchalik uzun yo'lgadan kelganing uchun mayli beray, lekin bir necha kunlik o'zqim uchun o'chib elib bergin" debdi. Qağa o'z ishining mundoq chegish bo'lib ketib borganligini sezib, ko'p pushaymon yapti. Iloj yo'q. Ming bir nadomatlar ostida yo'lga chiqib, bir necha kundan keyin o't cho'plik taqqa kelib, o't cho'plarga qarab: "Cho'p adash, bersang cho'p, yesin kiyik, bersin mungiz, cho'qchilay seg'iz, etay ko'za, tartay suv, yuyay tumshuq, Ulayni yeb, bo'lay semiz, uchay egiz" deb zarlanibdi. O cho'plar Qag'iga qarab: "Sen bo'lsang keraksiz, insonga hech foydang tegmaydigan narsasan. Biz sana nima deb oziq beramiz? Bizda nurg'un jon-jonivor oziqni foydalandi"
Әмгә qilganlar bizni o'rib elib ketadi. Agar xohlasang o'rg'oq deb kelib o'rib ket. Debdi. Qağa ilojisiz yo'lga chiqib, bir o'rg'oqning yeniga kelib. O'rg'oq adash, bersam o'rg'oq, o'ray o't, bersun cho'p, yesin kiyik, bersun mingiz, cho'qchilay seg'iz, etay ko'za, tartay suv, yo'yay tumshuq, olayni yeb, bo'lay semiz, uchay egiz. Debdi. O'rg'oq ballarini egib turib. Men özümçülüm mundaq bo'lgan emas. Meni temirchi ustam nurg'un emgak bilan yo'sigan. Shu temirchining qishig'i berib yozib kel. Deb javob beribdi. Qağa olay bilan chelishqiniga ming bir pushaymon qilib, nurg'un o'ylab, oxir temirchi ustaning yeniga berib, necha vaqtdan beri tortgan yo'l azobini aytib, to'liq qaqshiganlikdan temirchi. O'rg'oqni yosab bersam qanday qilib ketsan? Debdi. Tamga esib qo'y, debdi qağa. Bo'lmaydi, putingdan tushib qoladi. Bo'lmasa, bo'ynimga esib qo'y. Mayli yamisa, deb temirchi o'rg'oqning agmichidan qag'ining bo'yniga esib qo'yibdi. Qağa ich-ichiga patmay xushal bo'lib, birli ko'tarilib bir oz ushqandan keyin o'rg'oq qag'ining bo'ynini shirt qilib kesibdi. Qağa yerga pulanlab tushib ketibdi. Qağa ulayni yeb samiriyolmay cho'lda qapti. O'moqlarim, bu cho'chakdan nimani his qildinglar? Bu cho'chakdan olgan uzqonlarni ata-onanglarga, do'stlaringlarga so'zlab berishni va shundaqla undidarda men bilan o'rtoqlashishni unutib qolmanglar, ha? Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun baldir uxlanglar bo'lamdi. Tatliq tushlar sizlarga ma'no bo'lsin.